Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda sizlar bilan makro iqtisodiyot fanidan ishsizlik va uning iqtisodiy oqibatlari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Iqtisodiyotning beqaror rivojlanishi oqibatida yoki iqtisodiy pasayish davrida ishlab chiqarish resurslari to'liq foydalanilmay qolishi mumkin. Yalpi ichki mahsulotni yaratishda qatnashadigan iqtisodiy resurslarning eng asosiylaridan biri bo'lgan mehnat resurslaridan to'liq foydalanmaslik ishsizlikda namoyon bo'ladi. Mehnat resurslari tushunchasiga qisqagina izoh berib ketadigan bo'lsak, mehnat resurslari deganda mamlakatdagi mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi soni va o'z xohishiga ko'ra ishlayotgan o'smirlar va nafaqaxo'rlar sonining umumiy yig'indisi mamlakatning umumiy mehnat resurslarini tashkil qiladi. Mamlakatdagi mehnatga layoqatli yosh to'g'risida fikr berib o'tadigan bo'lsak, hozirgi paytda O'zbekistonda mavjud amalda bo'lgan me'yoriy huquqiy hujjatlarga ko'ra O'zbekistonda mehnatga layoqatli yosh sifatida erkaklar uchun 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan oraliq va ayollar uchun esa 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan oraliq bu mehnatga layoqatli yosh hisoblanadi. Demak, O'zbekistonning mehnat resurslari deganda biz shuni tushunishimiz kerak ekanki, mana shu yosh chegarasidagi aholining mehnatga layoqatlilari, ya'ni o'sha birinchi va ikkinchi guruh nogironlari asosan mehnatga layoqatsiz deb topiladi. O'sha mehnatga layoqatsizlar sonini chegirib tashlaydigan bo'lsak, mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi soni kelib chiqadi va ularning soniga biz qo'shamiz mamlakatimizda o'z xohishiga ko'ra ishlayotgan o'smirlar va nafaqaxo'rlar sonini qo'shadigan bo'lsak, mamlakatning mehnat resurslarini tashkil qiladi. Endi mehnat resurslari ham biz bilamizki, o'sha iqtisodiyotda asosiy ishlab chiqarish resurslaridan bittasi hisoblanadi va makroiqtisodiy beqarorlik davrida yoki o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek iqtisodiyotda pasayish holati yuzaga kelgan paytda mehnat resurslaridan to'liq foydalanilmasdan o'sha mamlakatda ishsizlikning yuzaga kelishi bilan bu narsa namoyon bo'lishini yuqorida ta'kidlab o'tildi. Makroiqtisodiy tahlilda mehnat resurslari emas, balki ishchi kuchi kategoriyasidan ko'proq foydalaniladi. Sababi o'sha ishchi kuchi yoki iqtisodiy faol aholi ham deb nomlanadi. O'sha ishchi kuchi terminiga sinonim sifatida iqtisodiy faol aholi degan termin bilan ham ishlatiladi. Demak, ishchi kuchi yoki iqtisodiy faol aholi deganda ishlayotgan va ishsiz aholining umumiy sonini biz nazarda tutamiz. Ya'ni ishlayotganlar, demak, iqtisodiyotning qaysidir tarmoqlarida to'liq yoki qisman mehnat bilan band. Ishsizlar deganda esa biz bilamizki, o'sha ish qidirayotgan, mehnatga layoqatli bo'lgan va ishlashni xohlaydiganlar o'sha ishsizlar deb e'tirof etiladi. Shuning uchun ham ular iqtisodiy faol aholi ham deb nomlanadi va ishchi kuchi o'sha ko'proq makroiqtisodiy tahlilda mehnat resurslari emas, balki ishchi kuchi kategoriyasidan ko'proq foydalanishining asosiy sababi mana shundan iborat. Endi ishchi kuchi to'g'risida yana ozgina qo'shimcha ma'lumot berib o'tishni joiz deb topdik. Umuman mamlakatdagi o'sha mehnatga layoqatli yoshdagi aholini biz quyidagi 3 ta toifaga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi ish bilan bandlar, ikkinchisi esa ishsizlar va uchinchi kategoriyasi esa, shu uchinchi toifasi bu ishchi kuchiga kirmaydiganlar degan uchinchi toifaga ham bo'linadi. Demak, ish bilan bandlar deganda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida to'liq yoki qisman ishlayotganlarni biz ish bilan bandlar deymiz. Ishsizlar deganda esa o'sha hozirgi paytda ishlamayotgan yoki ish o'rnini yo'qotgan bo'lishi mumkin, jismonan o'sha mehnat qilish layoqatiga ega bo'lgan va faol ish qidirayotganlarimiz ishsizlar deb ataymiz. Demak, mana shu ish bilan bandlar va ishsizlarning ikkalasining yig'indisi, mana shu ikkita toifaning yig'indisi ishchi kuchini tashkil qiladi. Uchinchi toifa esa ishchi kuchiga kirmaydiganlar deganda o'sha bularni ham biz ikkiga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi mehnatga layoqatsizlar, ya'ni o'sha turli xil sabablarga ko'ra, o'sha sog'lig'i yoki boshqa sabablarga ko'ra mehnat qilish layoqatiga ega bo'lmaganlar va ikkinchi guruhi esa o'sha mehnatga layoqatli bo'la turib o'sha ish izlamayotganlar yoki ishlashni xohlamaydiganlar deyishimiz mumkin. Mana bu ikkalasi o'sha ishchi kuchiga kirmaydiganlarni tashkil qiladi. Demak, bu yerda biz taqqoslashni aytib o'tganmizki, o'sha mehnat resurslari va ishchi kuchi bu yerda bir-biridan farq qiladigan o'sha uchinchi toifadagi bir qismi bo'lgan mehnatga layoqatli bo'la turib o'sha ishlamayotganlar yoki faol ish qidirmayotganlar, bu ishchi kuchi va mehnat resurslari aynan mana shu guruhga farq qilar ekan. Demak, mehnat resurslari bilan ishchi kuchining farqi mana shundan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi bevosita ishsizlik masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ishsizlik deganda mehnatga layoqatli shaxslar faol ish izlayotgan, lekin topa olmaydigan holatni bildiradi. Bu ko'pincha umumiy ishchi kuchiga nisbatan foiz sifatida ifodalanadi va asosiy iqtisodiy ko'rsatkich hisoblanadi.
ya'ni makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri sifatida o'sha mamlakat iqtisodiyotiga, mamlakatdagi makroiqtisodiy holatga baho berishda qo'llaniladigan asosiy bir ko'rsatkich sifatida ishsizlik darajasi yoki ishsizlik ko'rsatkichidan ham foydalanilar ekan. Ishsizlik turli omillar, jumladan iqtisodiy inqiroz, texnologik o'zgarishlar, tarmoqlardagi tarkibiy o'zgarishlar va individual sharoitlardan kelib chiqishi mumkin. Ya'ni mana shu yuqorida sanab o'tilgan omillar natijasida ishsizlik kelib chiqishi mumkin. Ishsizlarga yana bir ta'rif beradigan bo'lsak, ishsizlar bu ishchi kuchining bir qismi bo'lib, ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo'lmagan, lekin ishlashni xohlovchi va faol ish qidirayotgan aholi bu ishsizlar deyiladi. Ya'ni ko'pincha biz kuzatadigan bo'lsak, o'sha ishsizlar deganda ko'pchilik shu narsani nazarda tutadiki, kimdir ishlamayotgan bo'lsa, mehnat faoliyati bilan band bo'lmaydigan bo'lsa, o'shalarni ishsizlar deb e'tirof etishadi. Lekin olib qaraydigan bo'lsak, ishsizlar deganda biz o'sha ishlamayotgan, lekin faol ish qidirayotgan bo'lsagina biz ularni ishsizlar toifasiga kiritar ekanmiz. Ya'ni u ishlashni xohlab, faol ish qidirayotgan bo'lishi bu yerda talab qilinyapti. O'shandagina biz ularni ishsizlar deb e'tirof etishimiz mumkin. O'sha mamlakatimizda ham bor, o'sha bandlikka ko'maklash markazlari tashkil qilingan bo'lib, ular o'sha bandlikka ko'maklash markazlariga ish so'rab murojaat qilganda, uning mutaxassisligi bo'yicha u yashab turgan hududdan agar mo'bada unga ish topib bera olishmasa, o'shandagina biz o'sha ish izlayotgan fuqaroga ishsiz degan maqom beriladi. Endi ishsizlik darajasi to'g'risida ham fikrlashadigan bo'lsak, ishsizlik darajasi deb ishsizlarni ishchi kuchi soniga nisbatiga, ya'ni foiz hisobida nisbatiga aytiladi va uni quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin. Ekranlaringizda formulasi keltirilgan. Demak, ishsizlik darajasini aniqlash uchun mamlakatdagi ishsizlar sonini mamlakatdagi ishchi kuchi soniga bo'lib natijani yuzaga ko'paytirish kerak ekan. Demak, albatta bu yerda mehnat resurslari soniga emas yoki mamlakatdagi aholi soniga emas, aynan ishsizlar sonini mamlakatdagi ishchi kuchi soniga bo'lib natijani yuzaga ko'paytiradigan bo'lsak, mamlakatdagi ishsizlik darajasi kelib chiqadi. Va mana shu ishsizlik darajasi yuqorida ham aytib o'tganimizdek, mamlakatdagi o'sha makroiqtisodiy vaziyatga baho beruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi. Ishsizlikning turlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Ishsizlikning quyidagi turlari mavjud. Birinchisi friksion ishsizlik degan turi bor, yoki buni ayrim adabiyotlarda o'sha oraliq ishsizlik deb ham nomlanadi. O'sha friksion ishsizlik deganda biz shaxslar o'z yashash joyini o'zgartirishi yoki mehnat bozoriga birinchi marta kirish jarayonida yuzaga keladigan ishsizlikni biz friksion ishsizlik deymiz. Misol uchun kimdir o'z yashash manzilini o'zgartirib, ishlab turgan ishidan bo'shab, boshqa bir hududga ko'chib o'tadigan bo'lsa, o'sha vaqtincha ishsizlik holati yuzaga keladi. Mana bunday holatga yuzaga keladigan ishsizlikni biz friksion ishsizlik deyishimiz mumkin. Yoki talabalar o'sha oliy o'quv yurtlarini tugallab, mehnat bozoriga yangi kirib borgan paytda ularni biz friksion ishsizlar deb e'tirof etishimiz mumkin. Bu dinamik va rivojlanayotgan mehnat bozorining tabiiy va muqarrar qismi hisoblanadi. Ya'ni har qanday mamlakatda, har qanday mehnat bozorida bunaqangi friksion ishsizlik holati yuz berishi mumkin. Ishsizlikning bu turi ko'pincha qisqa muddatli bo'ladi, chunki odamlar o'zlarining malakalari va afzalliklariga mos keladigan munosib ish imkoniyatlarini izlashga vaqt ajratadilar. Ya'ni ular o'sha qanaqangidir boshqa sabab ko'ra emas, balki o'sha yashash manzilini o'zgartirganligi uchun ishsizlik yuzaga kelganligi sababli ular tezda ish topish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin, yoki oliy o'quv yurtlarini tugatgandan so'ng talabalar ham o'sha ish izlab, bemalol vaqt ajratib, ish qidirib, o'zlariga biror bir ish bilan band qilishlari mumkin. Shuning uchun odatda friksion ishsizlik ko'pchilik holatlarda qisqa muddatli bo'lishini biz ko'rishimiz mumkin. Friksion ishsizlik eng keng tarqalgan bo'lishining bir necha sabablari bor. Birinchidan, shaxslar shaxsiy yoki kasbiy sabablarga ko'ra boshqa joyga ko'chib o'tishadi. Bu esa ishda vaqtinchalik ishsizlikka olib keladi. Ya'ni turli sabablarga ko'ra fuqarolar o'zlarining yashash manzillarini o'zgartirgan paytda, endi bu har qanday mamlakatda ham tabiiy bo'lishi mumkin bo'lgan holat, mana shunday paytlarda yuzaga keladi. Ikkinchidan, yaqinda o'qishni tugatgan va mehnat bozoriga kirgan shaxslar o'zlarining bitiruvdan keyingi birinchi ishini izlayotganlarida oraliq ishsizlikni boshdan kechirishlari mumkin. Va albatta aksariyat talabalar o'sha o'qishni tugatgunga qadar o'sha o'zlarining turli sohalar bo'yicha bilimlarini oshirib, oliy o'quv yurtlarini tugatgandan so'ng mehnat bozoriga kirib o'sha ish izlaydilar. Demak, bu ham o'sha friksion ishsizlikning eng keng tarqalgan bo'lishining sabablaridan bittasi. Keyingisi, biror kishi o'z ixtiyori bilan hozirgi ishini yaxshiroq martaba imkoniyatlarini o'rganish uchun tark etadi va yangi ish qidiradilar. Ya'ni hozirgidanda ko'p yaxshiroq ish sharoitiga ega bo'lgan, mehnat haqi yuqoriroq bo'lgan ish o'rinlarini topish maqsadida mana shunaqangi ishsizlik yuzaga kelishi mumkin ekan. Keyingisi, tarkibiy ishsizlik degan ishsizlikning turi bor. Tarkibiy ishsizlik ishchilar ega bo'lgan ko'nikmalar va ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan ko'nikmalar o'rtasidagi nomuvofiqlik natijasida yuzaga keladi.
ishsizlikning bu turi ko'pincha iqtisodiyotdagi tub o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi. Misol uchun hozirgi paytda biz bilamiz, o'sha mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash, zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish natijasida ishchilarga mehnat resurslariga yoki ish kuchiga bo'lgan talab ham o'sha zamon talabiga mos holda o'zgarib boryapti. Agar qaysidir bir ishchining o'sha ish beruvchi tomonidan qo'yayotgan talablarga mehnat resursi yoki korxonada ishlayotgan ishchining malaka va ko'nikmalari javob bermaydigan bo'lsa, mana bunday paytda o'sha xodimlar ishdan bo'shatilishiga olib kelishi mumkin va bu esa albatta o'sha tarkibiy ishsizlikning yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Tarkibiy ishsizlikni keltirib chiqaradigan asosiy sabablarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Birinchisi, texnologiyadagi yutuqlar avtomatlashtirishga olib kelishi mumkin. Bu esa ma'lum ish ko'nikmalarini eskirishiga olib keladi. Shu bilan birga yangi, odatda ko'proq ixtisoslashgan ko'nikmalarga talabni yaratadi. Eskirgan malakaga bo'lgan ishchilar qayta o'qimasdan ish topishlari qiyin bo'lishi mumkin. Misol uchun, texnika texnologiyalarda yuzaga keladigan o'zgarishlar, mehnat jarayonlarining avtomatlashishi o'sha ayrim ishchi kuchlariga bo'lgan talabni qisqartiradi. Ularning ishdan bo'shatilishiga olib kelishi mumkin va yangi talablarga kimki moslasha olmaydigan bo'lsa, demak o'sha eski malaka bilan ular ish topa olmay o'sha o'zlarining ish o'rinlaridan ajralishi mumkin. Demak, bu birinchi asosiy sabablardan bittasi. Ikkinchisi, an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlarining qisqarishi va texnologiyaga asoslangan sanoatning yuksalishi kabi tarmoqlar tarkibidagi o'zgarishlar. Ya'ni o'sha an'anaviy ishlab chiqarish tarmoqlaridan zamonaviy yangi turdagi modernizatsiyalashgan o'sha sanoatlashgan ishlab chiqarish jarayonlariga o'tilishi ish o'rinlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Keyingisi, ish imkoniyatlari ma'lum geografik hududlarda va ishlar bilan to'plangan tegishli ko'nikmalar boshqa hududlarga joylashgan. Ya'ni bu yerda o'sha geografik hududlar va ishchilar bilan to'plangan tegishli ko'nikmalar o'rtasidagi tafovutning yuzaga kelishi ham sabablardan biri hisoblanadi. Keyingisi esa global raqobatning kuchayishi va ishlab chiqarish ish o'rinlarini mehnat xarajatlari past bo'lgan mamlakatlarga outsourcing qilish bandlikdagi raqobatbardoshlikka ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, aytaylik, boshqa bir mamlakatlardan o'sha malakaliroq ishchilarning bir mamlakatga kirib kelishi, demak bu yerda mehnat bozoridagi raqobatning yuzaga kelishiga va ishsizlikni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan holatlardan bittasi hisoblanadi. Xo'p. Keyingi ishsizlikning turi siklik ishsizlik deyiladi. Biz bilamizki, iqtisodiyot siklli rivojlanish xarakteriga ega va o'sha iqtisodiyot siklli rivojlanayotgan paytda albatta o'sha iqtisodiy sikllardan sikl tarkibga kiruvchi fazalardan bittasi o'sha pasayish fazasi ham mavjud. O'sha iqtisodiyotda pasayish fazasi yuz berayotgan paytda o'sha siklik ishsizlik yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bizga ma'lumki, shu paytgacha dunyo mamlakatlarida yoki dunyo miqyosida ko'pgina iqtisodiy yoki moliyaviy inqirozlar yuz berdi. Mana shu iqtisodiy yoki moliyaviy inqirozlar yuz bergan paytda o'sha ish o'rinlarining qisqarishi, ko'pgina korxonalarning o'z faoliyatini to'xtatish natijasida o'sha korxona ishchilarining ishsiz qolish holatlarini biz kuzatdik. Misol uchun, yaqin vaqtda yuz bergan o'sha inqirozlardan bittasini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha COVID-19 pandemiyasi yuzaga kelishib va butun dunyoda o'sha inqiroz holatini yuzaga kelishi natijasida juda ko'pgina ish o'rinlari, ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan juda ko'pgina xodimlar o'zlarining ish o'rinlarini yo'qotilishiga olib keldi. Ya'ni o'sha ko'rsatiladigan xizmatlarga bo'lgan talabning yo'qolishi natijasida bunaqangi yuzaga keladigan ishsizlik bu siklik ishsizlik deyiladi. Ya'ni o'sha iqtisodiyotdagi siklli rivojlanishning bitta fazasi bo'lgan pasayish fazasi natijasida yuzaga keladigan ishsizlikni o'sha siklik ishsizlik deb aytishimiz mumkin. Va yuqorida aytib o'tdik, o'sha 2008-yilda yuz bergan jahon moliya iqtisodiy inqirozi natijasida yoki 2019-yilda yuzaga kelgan COVID-19 pandemiyasi natijasida yuzaga kelgan holatlar bu o'sha siklik ishsizlikka misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Keyingi ishsizlikning turi institutsional ishsizlik deb nomlangan yana bitta turi bor. Kamroq tarqalgan atama hisoblanadi bu institutsional ishsizlik va u shaxslar, hukumat va jamiyat omillari va rag'batlantirishlari tufayli ishsiz qolganda yuzaga keladi. Endi buning mohiyatini bir ko'proq kengroq tushunib olish uchun institutsional ishsizlikni keltirib chiqaruvchi omillarga to'xtalib o'tamiz. Aytaylik, birinchidan, eng kam ish haqi to'g'risidagi qonunlar ishchilarni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, agar majburiy eng kam ish haqi bozor muvozanatida ish haqidan yuqori bo'lsa, ular ishsizlikka olib keladigan asosiy omil hisoblanadi. Ya'ni eng kam ish haqi darajasidagi yuzaga keladigan nomutanosibliklar o'sha ishsizlikni keltirib chiqaruvchi omillardan bittasi hisoblanadi. Agar mana shu omil natijasida agar ishsizlik yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni ishchilarni qanoatlantirmasdan ular ishni bo'shashni afzal ko'radigan bo'lsa, bunaqangi holatda yuzaga keladigan ishsizlik institutsional ishsizlik deb ataladi. Yoki keyingisi, kasbiy litsenziyalash muayyan kasblarga kirish uchun to'siq bo'lishi mumkin. Misol uchun,
misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Hozirgi paytda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ma'lum bir fanlardan dars berish uchun albatta o'sha fan bo'yicha o'sha kasbiy sertifikatlarning olinishi talabini qo'yayotganligi kimlarningdir ishga joylashishiga o'sha to'siq bo'lishi mumkin, ya'ni ishsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Bu ham o'sha institutsional ishsizlikni keltirib chiqaradigan omillardan bittasi hisoblanadi. Keyingisi kamsituvchi yollash amaliyoti mehnat bozorida tengsiz imkoniyatlarga olib kelishi mumkin. Agar ayrim shaxslar guruhlari kamsitishlarga duch kelsa, bu o'sha guruhlar uchun ishsizlik darajasining oshishiga olib kelishi va ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikka esa qo'shishi mumkin. Ya'ni bunaqangi o'sha omillar natijasida yuzaga keladigan ishsizlik o'sha institutsional ishsizlikning ko'rinishlari hisoblanadi. To'la ish bilan bandlik degan tushuncha bor. To'la ish bilan bandlik deganda biz ishchi kuchining 100% ish bilan ta'minlanganligini tushunmasligimiz kerak. Sababi friksion va tarkibiy ishsizlikni bartaraf etish imkonsiz holat bo'lganligi hisobga olsak, biz mutlaq to'la ish bilan bandlikka erishib bo'lmasligini tushunamiz. Misol uchun, albatta mamlakat miqyosida kimlardir o'zining yashash hududlarini o'zgartiradi yoki har yili oliy ta'lim muassasalarini bitirib yangi ish izlagan mutaxassislar mehnat bozoriga kirib keladi. Shuning uchun to'la ish bilan bandlik deganda biz mamlakatdagi barcha ishchi kuchining to'liq ish bilan bandligini tushunmasligimiz kerak ekan. Agarda davriy va institutsional ishsizlik bo'lmasa, u holda to'la ish bilan bandlikka erishiladi. Ya'ni o'sha davriy yoki siklik deb aytib o'tdik, o'sha siklik ishsizlik bo'lmasa yoki institutsional ishsizlik bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha mamlakatda to'la ish bilan bandlikka erishiladi. Ya'ni bu yerda friksion va strukturaviy, tarkibiy o'sha ishsizlik tabiiy darajasi sifatida e'tirof etiladi. Ya'ni har qanday mamlakatda ham bo'lishi mumkin bo'lgan holat sifatida e'tirof etiladi. Demak, bugungi video darsimizda sizlar bilan ishsizlik to'g'risida va uning turlari to'g'risida fikrlashdik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.